Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rgüçülər. Yaxşımısızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur qurultayı tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun payshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kundalik xabarlar programmamızın təfsilatında bolsun. 22 may kuni Yer shari til huquqi birlashmasi bayonot e'lon qilib, mazkur organ tarafidan ta'sis qilingan tunji qitimliq Yer shari til huquqini qo'g'duvchilar mukofotini Norvegiyada yashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultayi tadqiqot markazining mudiri, elga tanilgan tilshunos va pedagog Abduli Ayub apandimga berganligini e'lon qildi. Buning bilan Abduli Ayub apandim Dunyo Uyg'ur qurultayining hozir qadar xalqaro erkinlik mukofotlariga muyassar bo'lgan 4-rahbari bo'lib qoldi. Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Rabia Qadir xonim 2004-yili Xitoy turmusida yetayotgan mezgilida xalqaro rafto erkinlik mukofotiga, 2015-yili Amerikada bo'lsa Tom Lantos kishilik huquq mukofotiga, qurultayning navbatdagi raisi Dolqin Iso apandim Amerikaning sobiq prezidentlaridan Truman va Reaganlar tarafidan ta'sis qilingan va xalqaroda zo'r inovatga ega bo'lgan kommunizm qurbonlari xotir fondining 2016-yillik erkinlik medaliga, Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi, Qurultay ayollar komitetining mudiri va Qurultay xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin 2024-yillik Roosevelt erkinlik mukofotiga erishgan edi. 1973-yili Qashqarda tug'ilgan Abduli Ayub apandimning tunji qitimliq Yer shari til huquqini qo'g'duvchilar mukofotiga loyiq ko'rilishi chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni alohida so'yindirdi. Mazkur xabardan keyin ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va Uyg'ur qarindoshlarimiz, shundaqla Uyg'urlarga ko'ngil belayotgan chet ellik do'stlarimiz turli ijtimoiy taratqularda orqa-orqadan tabriknoma e'lon qilib, Uyg'ur ona tilini qo'g'dab qilish yo'lida ig'ir badallarni to'lagan Abduli Ayub apandimni muboraklashdi. Navbatda Finlandiyada xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Iso apandim bu vaqtda o'zining mamnuniyatini ifoda qilib, mundaq dedi. Septişimiz, dostumuz ve Dünya Uyg'ur qurultayi tadqiqot markazining direktori Abduli Ayub apandimning Yer shari til qo'g'duvchilar birlashmasi tarafidan til qo'g'duvchi mukofotiga erishganligini qizg'in tabriklayman. Abduli Ayub vatan sirtidan emas, vatan ichidimi 2013-yillari va 2014-yillari ona tilini qo'g'dash harakatini qo'zg'ab Xitoy turmudirda yotgan, jiq badallarni to'lagan ve çetelgi çıkandan keyin ana tilimizni qo'g'dab qilish uchun ders kitaplarını tayyorlab Uyg'ur ana tilini muajiratdagi balalarimizga singdirish, taraq qildirish. Bugun Xitoy hukumati tilimizni tamamen yo'q qilib, Uyg'ur milliy kimligining umurtqisi bo'lgan tilga nisbatan shiddatli bir hujum qo'zg'atgan vaqtida Uyg'ur ana tilini qo'g'dash uchun nihoyat zo'r pedagoglik ko'rsatdi. Deganimizdek vatan ichida va sirtida bu xizmatni uzluksiz davomlashtirib keldi. Bunda bir kishiga bu dunyo yer shari tilni qo'g'dash birlashmasi tarafidan bu mukofotni berilganligi nihoyat tarixiy ahamiyatga ega, yerida haqiqatan loyiqida berilgan bir mukofot. Bu munosabat bilan septishim Abduli Ayubni qizg'in tabriklayman. Butun Uyg'ur xalqini qizg'in tabriklayman. Chet ellarda, dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur ona tilini yosh avlodlarimizga, bolalarimizga, o'smirlarimizga singdirish, o'zining ona tili bilan, milliy g'urur bilan yetish uchun ajr qilayotgan butun ustozlarga bu yerda yana bir qatim salom yo'llayman. Millatimizga muborak bo'lsin. Abdul Ayub muborak bo'lsin. Ona tilini qo'g'dash uchun kurash qilayotgan butun qahramon o'qituvchilarimizga muborak bo'lsin. Yer shari til huquqi birlashmasining bu vaqtda 30 tilda e'lon qilgan bayonotida aynan mundaq deyilgan. Yer shari til huquqi birlashmasi Abduli Ayubni til huquqini qo'g'duvchilar mukofotining tunji erishkichi deb chakarlaganligidan faxrlanadi. U Xitoy va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur diasporasi ichida Uyg'ur tilini qo'g'dash va tashviq qilish uchun kurash qilgan Uyg'ur faoliyatchisi, shoir va tilshunos. U xalqaro munbarlarda Uyg'ur tili huquqini qo'g'dashni himoya qilish bilan birga xalq orasida xizmat qilishni davom qilgan. Abduli Ayub maqola va darsliklarni yozgan, Uyg'ur tili programmalarini tashkillagan va o'rgatgan. Hukumat munbarida til huquqini tashabbus qilish bilan shug'ullangan va har xil taratqular orqali harmay talmay tashviq qilish faoliyatlarini olib borgan. U yana tashviqot, hujjat kelish va insonparvarlik yordam tashkiloti Uyg'ur Helpni qurgan. Abduli Ayub nurg'un qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsa-mu, bu xizmatda uzun yil ching turib keldi. U 2013-yildan 2014-yilgacha nohaq holda Xitoyda turmaga tashlangan bo'lib, hozir u musofirlikda yashaydi. Yer shari til huquqi birlashmasi bu munavvar til huquqini qo'g'duvchining xizmatiga hurmat bildirdi. Biz uning ulgisining boshqalarni til huquqi kurishiga qatnashishiga ilhomlantirishini umid qilamiz. Hamda kishilarni birlikda tirishib,
hamma joyda til huquq uchun kurash qiladigan kuchli harakat barpo qilishga ilhomlantiramiz. Biz kelgusi bir necha hafta ichida Abduvali Ayubning texmi ko'p asarlarini o'rtoqlashishini va birlikda tabriklashni umid qilamiz. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Abduvali Ayub afandim o'zining bu vaqtdagi yurak so'zlarini izhor qilib mundaq dedi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, ota-onalar, balalar, ana tilga oshiq barliq do'st yaranlar. Men ana til mukofoti, ya'ni yer shari tilni qo'g'dash birlashmasi tarafidan til qo'g'dug'ichi mukofotiga erishganligimdan nihoyatda xush bo'ldim. Bu bizning qilayotgan emgeklarimizga dunyoning nazar silayotganligi va bizni qo'llayotganligi, bizga madadkor bo'layotganligining ifodasi. Men shu bizning ona tilimizni qo'g'dash jarayonidagi faoliyatlarimizningki e'tirof qilinganligidan xush bo'ldim va zulmga uchrayotgan, chekilinayotgan, yo'qotilishga uchrayotgan tilimizga dunyoningki shu mukofot orqali ko'ngil bo'layotganligidan xush bo'ldim. Men shu mukofotning fursatida tilimiz uchrayotgan bu zulmlarni har qaysi munbarlarda, har qaysi universitetlarda, har qaysi akademik o'rinlarda anglatish fursatiga erishgan ekanman. Men bundan bak xush bo'ldim. Bo'libmi Xitoy tilimizni cheklayotgan sharoitda bundaq yer shari til qo'g'duvchi mukofotining menga berilganligidan tilimizga e'tibor qilinayotganligini, tilimizningki diqqatga sazovor bo'layotganligini, Xitoyning tilimizni yo'qotish siyosatiga dunyoning sukut qilmayotganligini tushundim. Umidli bo'laylik. Hammalarga rahmat. Amerika Kengash palatasining Moliya komiteti 20 may kuni bir tekshirish doklati e'lon qilib, BMW, Jaguar, Land Rover va Volkswagen qatorliq avtomobillarda Uyg'ur majburiy emgaki borligini jazmlashtirgan va bu avtomobil sanoatchilarining Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga moslashmayotganligini yana to'liq oshkorlab bergan edi. Mazkur doklad e'lon qilingandan keyin Germaniya matbuotlari BMW avtomobil shirkati ishlab chiqarayotgan Mini Cooper nomli 8000 dona avtomobilning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik zapchastlarini ishlatganligi sababli Amerika tamojasida tutib turilayotganligini keng xabar qilishga boshladi. Bu yil 2 ayda Volkswagenning minglagan avtomobillari o'xshash sabab bilan Amerika tamojasida tutib qilinib, Germaniyada zo'rg'ulg'ul qo'zg'agan edi. Germaniyadagi ko'plagan partiya guruhlar va kishilik huquq tashkilotlarining Urumchidagi zavodini darhol taqash to'g'risidagi chaqiriqlarga joyillik bilan qarshi turib kelayotgan Volkswagen hamda hozirga qadar Uyg'ur majburiy emgaki bilan hech qanday aloqamiz yo'q deb o'zini aqlab kelayotgan BMW qatorliq Germaniya shirkatlarini Amerikadan kelgan bu zarbalar xilla cho'chitgan. Amerikaning bu keskin tadbirlari Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga binoan Amerika hukumati tomonidan Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishlik deb qora tizimlikka ilingan 80 dan ortiq Xitoy shirkatlari bilan hozirga qadar bemalol aloqalarda bo'lib kelayotgan Germaniyaning avtomobil sanoat sohasini xilla sagitib qo'ygan. Yaqin yillardan buyon Markaziy Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi va boshqa kishilik huquq organlari Sharq Turkistonda bevosita zavod qurgan Volkswagen shirkatini nuqtali holda besim ostiga ilib, bu shirkatni Uyg'ur majburiy emgakidan foyda olishni to'xtatishga chaqirib kelgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Erkin Alptekin afandining Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, Amerikaning Germaniya avtomobil shirkatlariga qarta qo'llanayotgan keskin tadbirlari Uyg'urlar uchun foydali ekan. Chunki Xitoydagi manfaatlari bargan sir ziyonga uchrayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasi xiyoliga kirib chiqmagan Germaniya avtomobil shirkatlari navbatda Amerika bozorlariga yuzlanishga boshlagan bo'lib, Amerika hukumati ularning mahsulotlarini tamojini tutib qilish orqali agar Uyg'ur majburiy emgakidan qo'l uzmasang, Amerika bozorlariga kirolmaysan deb qattiq bir ogohlantirish bergan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Farxat Yo'rinqash apandimning qarashicha, Amerikaning bu tadbirlari Dunyo Uyg'ur qurultiyini o'z ichiga olgan yuzlagan tashkilotlarning yillardan buyon bildirib kelgan noroziliklari va qarshiliklarga quloq yopirib kelayotgan Volkswagenga o'xshash avtomobil shirkatlariga bundan keyinmi texnik kuchli besim shakllantirishi mumkin ekan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban apandining qarashicha, Germaniyaning ta'minlash zanjiri qonuni amaliyot bu shirkatlarga ancha ta'sir ko'rsatilmagan. Uning ilgari surishicha, Amerika Kengash palatasining doklati hamda Amerika tamojasining tadbirlari foyda manfaatdan boshqa axloqi bo'lmagan bu shirkatlar uchun og'ir zarba hisoblanadi ekan. Bu o'z navbatida Uyg'ur majburiy emgakini cheklashga foydali ekan. G'ayur Qurban apandi so'zda yana hozir Yevropa va Amerikada majburiy emgakni cheklashga doir yo'l qo'yilayotgan qonun tadbirlar va kishilik huquq sohasining kuchli besimlari natijasida bu shirkatlarning osti qadamlar bilan bo'lsa-mu tadbir ilish qarab yuzlanganligini,
buningdan to'liq natijaga erishishning faqat vaqt masalasi bo'lib qolganligini bildirgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.